Mana bu miyata. Eslab qolinglar, mana rangini yaxshilab ko'rib qo'yinglar. Hammamiz uyimizda bor mana shu. Shuni olingda, shuni damlab ichingda 1-200 gramm. Qarang, 90 gradusga ozroq qaynab turganga nima qilmang. Nima svoystvasi uchadi xolos. Mana shuni damlab iching, ozroq asal solib keyin, sal sovigandan keyin. Bo'lsa davleniyani tushiradi. Mana gipertoniklar, yuragida mazasi yo'qlar, xotini bilan urush qilib yoki eri bilan urush qilib, jinnilik qilib, shu stressga tushganlar, vahima, isteriya, shunday narsalarga. Nervini bo'lib qolganlar bor-ku. Mana shunda ichib yuringlar-da. Tushundingizmi? Yurakka ham yaxshi, jigarga, o't qopiga, jilchigonga. Вообще zo'r narsa. Davleniyasi borlar ichsin, faqat davleniyasi borlar. Homilador ayollar ichmasin, yosh bolalar, tushundingizmi? Allergiyasi borlar yana. Tushundingizmi? Ana o'tni zo'r haydaydi, o't qop. O'tga toshi bo'lsa mayli, ichmay turinglar buni. Tushundingizmi? Maza qilib olasizlar. Miyata, perechnoy deydi. Yurakning ritmini to'g'rilaydi. Tushundingizmi? Yurak ritmini bir tekisda to'g'rilaydi. Xullas, eng asosiysi bu more pokoleniya bo'ladi. Farqi yo'q bo'lib qoladi nimaga bo'lsa. Chunki ko'tingizga bir tepsa ham rahmat aka yo rahmat opa deysizda xullas. Tushundingizmi? Ko'zini o'yib yuboradi. Eringiz bilan urush qildingizmi? Iching. Xotiningiz bilan urush qildingizmi? Iching.